Demak do'stlar, bugun El Clasico Toshkent vaqti bilan soat 12:00 va Clasico boshlanishiga juda ham sanoqli vaqtlar qoldi va o'sha El Clasico oldidan, bo'lajak Clasico oldidan aylanayotgan fikrlar, yangiliklar va o'yin atrofidagi bo'layotgan voqealar bilan ozgina sizlar bilan o'rtoqlashishni niyat qildim. Va kecha aytib o'tganimdek, Kylian Mbappe maydonga tushishi mumkinligi haqida Xabi Alonso xabar berdi, ya'ni o'z intervyusida aytib o'tdi. Biroq bugun Ispaniyaning Marca nashri xabar berishicha, Kylian Mbappe asosiy tarkibda emas, zaxira o'rindig'idan o'yinni boshlashi kutilmoqda. O'zimning shaxsiy fikrimcha, Mbappe haqiqatan ham zaxiradan o'yinni boshlagani menimcha yaxshi. Chunki Hansi Flick o'z intervyusida kecha aytib o'tdiki, biz Kylian Mbappega qarshi alohida tayyorgarlik ko'ramiz degan fikrni ilgari surdi va shuni inobatga olgan holda Xabi Alonso agar Kylian Mbappeni emas, hujumchi Gonzalo Garsiani maydonga tashlaydigan bo'lsa, o'sha Mbappega tayyorlanish asnosida Barselona to'satan Gonzalo Garsia maydonga tushgan payti unga qarshi hech qanday qurol bo'lmasligi mumkin. Chunki Gonzalo Garsia umuman boshqa funksiyadagi hujumchi. U balki ofsayd liniyasiga tushib qolmasligi mumkin Kylian Mbappe kabi. To'g'ri, Mbappe o'tgan yilgi barcha klassikolarda o'sha ofsayd liniyasi qurboniga aylangan. Va menimcha Xabi Alonso agar o'sha riskni qilmasdan, ya'ni Mbappeni asosiy tarkibda tashlamasdan, balki ikkinchi taymda qo'shimcha kuch sifatida Kylian Mbappeni o'yinga tashladigan bo'lsa, menimcha bu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Barselonada holat qanday? Barselona ham hozir juda optimal formada. Jismoniy jihatdan ham, tarkib jihatdan ham Barselona bir bosh ustun. Bu fikrni kecha ham aytib o'tdim. Lekin bu Clasico hech qanaqasiga bahonalar inobatga olinmaydi. Bo'lib ham Ispaniya Super Kubogi titul qo'yilgan o'rtaga. Va siz nima deb o'ylaysiz? Kylian Mbappe Real Madrid tarkibida asosiy tarkibda tushgani yaxshimi yoki Gonzalo Garsia? Umuman Barselonaning, Real Madridning tarkiblari, o'yin qanday? Kechada fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.